Mana hurmatli aziz Daniyadamiz. Kopengagen. Mana shu Kopengagen shahri. Mehmonxona. Mehmonxonadan ko'rinib turishi pastda mana Kongress Center pastda mana ko'rgazma bo'layotgan joy mana shu pastda mana. Mana Daniya shahri. Informatsiya berib, o videoda ham ko'rsatib o'tyapti. Qanday qilinishi, qanday urishtirilishi, ifnulni qanday qilinishi hozir gaplashib, yana keyingi yil uchun kontakt qilib gaplashib oldim. Xudo xolasa keyingi yil ham shu Sloveniyadan toza karnikalarni, ya'ni Sloveniyada o'zi karniola deydi. Mana karniola deydi. Karnikani. Bu karniola so'zi Amerikaga o'tib ketgan keyin. AQShda ham shu karniola deydi. Karniolani hozir amerikanskiy karnika deyapti ko'plar, lekin aslida karniola Sloveniyadan kelib chiqqan karnika hisoblanadi. Karnikani Sloveniyada karniola deb ataydi. Matkadan kelyapti, xudo xolasa keyingi yil ham aytaverasizlar mana. Demak, kuzatishda davom etamiz. Hozir bu yerda ham mana Kandi mahsulotlari. Hello. Beekeeper. From Italy. Yes. Yes. That's our premium quality beef fondant. So you put that one in a... I'm from Germany. Yeah, take a cut and put it upside down like this. This is hard. It never collapses like the bag. You want to try one free sample? It's all hard. No. You can't. I fly. No problem. Yes. But we use German company. Südzucker. Suzuka. Apifonda. Yeah. Yes. Or Api Invert. Yeah. Yes. That's made in Italy. Is this how percent is this invert? Yes. No. This is a mixture of different kind of sugar. So this is 46% of fructose inside. 46. Yes, of fructose. Yeah. The dry substance is 77. Arxil Kandi mahsulotlari mana invert. So here you puncture here. Yes. Push the bubble air out. Mana qattiq ekan bu. Put it upside down like Qo'yib this. qo'yishadi. Teshik qilib. 64%. Fruktozaga 64%. Thank you. Thank you very much. Italiya mahsuloti. Take one. Italiya mana. Italiya mahsulotlari. Ukraina asalarichiligi. Ukraina asalarichiligi. Videoda ko'rdik. Bu batareya bilan demak shavil kislotani nima qilish? Sublimatsiya qilish. Yeah, of you. Batareya bilan ishlaydi. Masalan, mahsulotlari. What do you think? Beekeeping machinery. Xo'sh, mana bu yerda esa asallarni demak mumlardan sham ishlab chiqarish uchun har xil texnikalar. Mana ko'ryapsizlar, mana shu sham. Mana shu nimadan ishlab chiqarilgan mana. Sham. Asallarni mumidan bo'lgan. Quyish uchun, mumni quyib sham ishlab chiqarish uchun har xil texnologiyalar mana. Mana. Mana shu ham ishlab chiqarishga har xil razmerda, ingichka, yo'g'onroq shamlar ishlab chiqarishga. Mana shu mana $250 narxi. Bu qimmat ekan, 350 ekan kichkinasi. Bittasi 35 euro bittaligi. Ular bari demak mana bunday sham ishlab chiqarishga, kimdir sham ishlab chiqarishga qiziqsa mana shunaqa texnologiyalar bor mana. Mana ip tortib mumni eritishga, solinishni oskatobga. Yevropa mahsuloti bu ham. Mana. Mana. Chili.
Masalan shu ramkalari. Thank you. Burada har xil. Bu ham demak o'zimizda qog'orini ishlashga har xil texnologiyalar. Bu qog'or ko'payib ketyapti Yevropada ham. Shunga shunaqa texnologiyalar o'ylab chiqilyapti. Qopqon deymi, nima deydi? Tok bilan ishlaydi bu. Mana. Pastga tushib ushlaydi keyin. Italiya mana. Italiya mahsulotlari. Varatozga qarshi yana mana bular mahsulot bu ham mana o'ylab qo'yishga varatoz Eurofins laboratoriya masalan analiz qilayotgan. Azizlar, hozir Yevropada bitta eng zo'r varatozga yana bitta qo'llanilayotgan nima bor, chunki varatozga bitta narsa qo'llanmaydi, almashtirib bir shavil kislota qo'llansa, bir bunaqa tyumian, tymol bilan har xil itrik moylardan tashkil topgan bunaqa nimalar ham bor. Buni plus tarafi, misol uchun ko'p mahsulot hozir Xitoydan kelsa yo nimadan kelsa, buni mahsuloti plus tarafi bu ilmiy tadqiqotlardan o'tgan. Mana Italiyada 96%, Fransiyada 97%, Germaniyada 95.9%, AQShda 97%, Algeriyada issiq mamlakat 96% gacha effektivность bo'lgan varatozga qarshi kurashishga. Har bitta oilaga bitta yoshga bitta qo'yiladi-da, har hafta 4 marta qo'yiladi. Bir oyda bir haftada bittadan 4 marta qo'yiladi. Mana bu produkt, bu Apilife Var deyiladi. Apilife Var bu tymol plus yana itrik moylardan tashkil topgan shunaqa mahsulot, tabiiy mahsulot. Hech qanday organik kislota nima yo'q. Mana eukaliptus moy bilan tymol bor. Bu Italiyadan ishlab chiqariladi. Xudo xolasa, mana shu ham O'zbekiston uchun juda ham zo'r produkt. Mana Italiya mahsuloti va ilmiy tadqiqotdan haqiqatan ham sinovdan o'tgan mahsulot. Bu mahsulot ham yangi mahsulot ekan, buning produkti Apibioxal. Varatozga qarshi shavil kislota bilan glycerin bu. Hello. Okay, thank you. Hello. This is organic acid, yes? Organic, no, oxalic acid. Oxalic. Oxalic, yeah. Organic. It is organic, yeah. Oh, organic acid with glycerol. This is a ready-to-use formulation. Just Why need here glycerol? Why not? because the glycerol help oxalic acid to work against varroa. So is essential in the formulation to achieve high effectiveness. Hozir buni so'ram, nima uchun shavil kislota bilan glycerin ham aralashgan ekan. Glycerinni nima uchun qo'shganligini. Bu ham yaxshi produkt, varatozga.
Okay, this product is again Api4. What is this? Formic acid. This is formic acid. Is it formic? And this one is Okay. thymol and essential oil. You know. Formic acid. What is this? Formic acid. Is it strong or oxalic or formic acid? Both work Amazing. well, but is formic acid is more. We need to more attention to when to use a formic acid. Demak bu King organik kislota mana ora tozga qarshi. Buni ham olamiz. Lekin eng zo'ri mana bu da. Eng zo'ri mana bu. Okay. Thank you. Italiya mahsuloti. Multisweet mana King firma Multisweet degan kompaniya narsalari. Asalari texnikalar bor mana. Asalni qadoqlash bor. Yo'q. Bu yerda mana qanaqadir mahsulotlar qadoqlash Xitoyda ishlab chiqarilgan. Multisweet mana. Ja. Multisweet. Aber ja mit denen lassen. Länder hat immer das Problem, dass sie genau das Problem haben. 410 euro. Yeah. 410 or 500. 510. 410. O'z telefonga qo'ydi onlayn. 5. Yeah, I think that's the truth. Yeah, 5. Yeah, okay. Xitoy. Mana shu mahsulot reklama qilyapti. Bu nima ekan bu? Asalmikan bu? I can touch it. 5 euro ekan bu. Our shop too. What is this? Honey? Honey inside, yeah. And you can screw it on a bottle. Ah. So you have honey water. Because when you put the honey before in the water, you get meat, alcohol. So you can do it Honey with water. everybody. With everybody. Buni It's great. asalni suv qilib ichish uchun May I have your business card? I give you 2 days ago. shuni qadoqlanadi, keyin buni sotasiz shunday. Nobody can Buni touch sotgan it. odam mana bunday qilib bakalashkani uchiga qo'yib qo'yib I can give you more. asalni suv qilib ichishga, demak, bu ham bir yangi nima, sotish yo'li asalni. Aziz izləyicilər, Xitoydan demək yana mahsulotlar g'ora tozga qarshi ishlatishimizga kerak bo'lgan batareya bilan ishlayotgan shavil kislotani parlantirayotgan temperatura nazorati bor. Akkumulyator bilan ishlaydi. Mana shavil kislota, chumoli kislota, ya'ni monovoy kislotani nimasi? Keling, mana fluonol, xuddi o'zi manhao deymiz-ku. Shu bo'yicha striplar, mana oqsilli ozuqalar, mana yana har xil aerozollar, mana har xil turlaridan. Aha. Which is This one. Okay. This one. working with akku, yes? Working with Battery. Battery. Yeah. You can see here. Batareya bilan ishlaydigan bu. We have 2 kinds of battery. The small one and the big one. Big one тоже. This one is for about 400 hives. 400. Yeah, this one is for 100 hives. 100 hives. What is This one 100 hives. This one 400 hives. Batareya bilan ishlayotganda bu qaroch. Precise. Mana yana bitta. Mobile. Okay, you can. This one is magnetical. It's very simple.
put there. magnetical, You very control the mobile. angle. You can control the angle very slow. Mana. Yeah, control the Also, angle. you can take it, this off. Magnet. With magnet. Magnet. Ah, mana. Take this off. Aha. Instrumental This is a new asmeniyle. concept of catching the sting with a little hole. And catch and immobilize the sting. And this one is also very good versus the Conventional. oldest Conventional system. system. Yes, the conventional was this in this way, and this is more easy Yes, yes, I can this. in this way Yes, yes. Oh, what is this? For what? for catching the sting. And revolutionary system To grip the sting. to catch the sting and to immobilize the sting. This one is just for Tushuntiryapti. Okay, catch okay. Unlock. the sting Unlock and it. okay. immobilize the sting. Okay, okay. Block. Yes. Block, yes. If you want to work And slowly, after that you can remove this. You remove this, and the queen remain with this and this. And after that you fix. you have a better And- position because will not touch the needle with the. And this one is important. What's this? Is a Drone drone stunner. stunner. You know But you the don't drone- squeeze drone. To don't Squeeze. squeeze mechanical. Uh-huh. Just is put electrical. here. It's electric. In 1 second, the drone make the first eversion. eversion. Ah, bu. Very easy. Okay, I don't Very efficient. I don't need this finger. Okay. Normal you don't- Drone drücke ich, Sperma und hier Yeah, it's Drone very easy, legal. very fast. Before to ejaculate, you pull it here, and you don't need to squeeze it. Very efficient. For the first parts of eversion, bu drone. then you must help Yeah. to collect semen. Drone stunner. And this is a better. Bu sistema demak bu ma'lum. Mana bu dron trutin uchun kerak ekan. Trutinni nima qilish uchun? Qisib olish uchun. Qo'l bilan qisib o'tirmaysiz. Shunga bitta tekkizasiz tuk. Dan kommt diese Drohnen raus oder diese Sperma. Then you Automatisch. must make with With hand the hand? second eversion. No. The second, the first version is Drone. this, Aha. and after that the drone will be stoning, Aha. and you make the second part of the ejaculation. By hand. Habt ihr Video? By hand. Habt ihr gemacht? Habt ihr Videos? You have here videos here. This is make- the you video can- What's this? on YouTube. It also in the video. All the system All is the- in the system. this video Videos on bor ekan. YouTube. Короче, mana narsa yangilik. Tuk bilan trutinni sperma olish jarayonida o'sha You scan nimasini chiqarib olishga. and you see the memory of the bee is tonical for Mana nervous system. nervous system ko'ramiz. Bivirol asalarichilik nimaga ishlatilayotgan? Sip ishlatilayotgan bu. Demak, Ruminiya mahsulotlari, siroplar, oqsil. Mana oqsil bu. Mana. Happy plant. This is a monster. No, I don't need. You don't- Why fly? For I know. I fly tomorrow. You have the business card. No, I know. I need only was paper, only catalog. This. Yes. Take me. Oh, here. Oh. Abstracts, Romania, mahsulotlar. Hozir sizlarchilar mana yana bitta produkt chiqdi. Mana kim o'zi invert sirop tayyorlayman desa, mana bunaqa modda bor. Qo'shiladi. Uni tarkibi invert sirop o'zingiz tayyorlashingiz uchun
ishlatilayotgan modda. We have the arriving date last year and Demak, invertaza fermenti bor bunda menimcha. Demak, 250 ml. To give the order for the next Demak, o'zingiz invert sirop tayyorlashingiz uchun bu demak qo'llanmadan tushuntirilgan holda tayyorlash. Keyin mana bu tuxum qo'yishni yaxshilash uchun oqsillar aralashma masalalalar uchun AP40 degan bu ham yangi Yevropada ishlatilgan produktlar. Mana kattasi bor, kichkinasi bor, 1 litrligi bor. Keyin 250 ml bor. Bunaqa produktlar ham bor mana. Hozir qo'llanmasini oldik. Bu ham yaxshi produktlar. Uni aralashtirish uchun bunaqa tayyor nimalar bor. Yashiklari. Demak, mana shular. Demak, AP40 va Inverto Fix. Mana shu bilan invert sirop tayyorlasa bo'ladi. Mana bu yerda esa biz bir marta ko'rgan video reklama bor edi. David Beckham futbolchi. Bunaqa oilalar bor. Mana shu bilan mana shu yerda asal olsa bo'ladi. Mana asal oqib tushadi. Shunaqa yashiklar mana. Ramkalar ko'ramiz. Olinmay ekan mana hozir. Produkt haqida ma'lumot kerak bo'lsa, mana QR kod bor. Shunaqa yangi ramka innovatsiyalar. Buni bega tiqsak, asal to'ldirib olsak bo'ladi mana. Shunaqa yaxshilar ham bor. Mana bu qismi bu tagi mana. Bu rasplot ramka. Tipaga mana bunaqa narsa qo'llab, men asalni promoy o'zim olsam bo'ladi. Innovatsion mahsulotlar va asal mana bunday promoy nimaga ishlaga tushaveradi mana. Bunaqa yaxshilik bor ekan mana. Flow kompaniyasi, Honey Flow ishlab chiqqan. Ramkani ko'rsak bo'ladi mana. Mana ramka qo'yilgan bunga. Gabi qo'y. Mana bunaqa boshqa ramka qo'yiladi. Keyin bu ramkaga asal to'plagandan keyin asallarni mana bu holatda asal hosilini bankaga yig'ib olsak bo'lar ekan. Mana. Mana videoni ochaman. Ko'rsataman. Chiqib ochiladi-da. Ochiladi. Asal to'planar keyin. Tarafda ham bo'lish kerak. Tarafda yo'q ekan, faqat bir tarafda. Mana. Demak, mana bu asalli magazin, ramka mana. Asal to'plagandan keyin ochib, mana bunaqa ishni qo'yib, asalni mana bunday birdan bankaga solsa bo'ladi. Tushuntiryapti. Bu bunaqa ishlashga bu sistema. Buni kelib turib, misol uchun asalli magazinni olib, buni qo'l bilan ko'tarib yerga qo'yib o'tirmaydi odam, belni bukmay bemalol turib ishlash imkoniyatini beradi. Flow, informatsiya olsak. Right here, I just put a hand under here and lift just a little bit to keep all the weight in my hand. And then take up the finger. You can try to hold this.
just to feel there's no weight, no real weight. And then you sit it down like that. Then you flip this up. And the handles, once you go down, the handles go out of the brackets. Like that. These are the handles that I then take off the contraption, take it out of the screw, and this is how it looks here. The only addition to the hive is the screw. Mana bu yashilama, innovatsion yashiklar. Yo'q, mana. Or you can go to the next hive and open it. So take this, both sides, and make sure that it's set up properly, like that, and then you lift. Just the reverse before. If it's an unopened Boshqa hive, texnologiyalar bor mana. open the hive properly. About it and show them YouTube how people look it. Aziz demak, mana bu tarafga hozir o'tsak, 2025-yil uchun asalarichilikda yangi innovatsiyalar va ya'ni o'sha 2025-yilda qaysi innovatsiyalar yutuqqa erishgan, taqdirlangan Apimonda tomonidan, xalqaro asalarichilik jamiyati tomonidan shu innovatsiya deb topilgan, yutuqqa erishgan yangi asalarichilik, yangi innovatsiyalar ko'rib turibmiz mumkin. Tekizmang deyapti. Mana propolis, ingver, kurkuma, limetta qanaqadir aralashma tayyorlab asalari mahsulotidan krem tayyorlangan. Asallardan yana nimadir asaldan yana nimadir tayyorlangan mana innovatsiyalar mana shular. Arabcha ham yozilgan. Mana taqdirlangan. Mana krem. Bu ham sovun, menimcha innovatsiya topilgan Elixir Royal mana. Xo'sh, ko'ramiz. Yana nima? Propolisda asalari, asal va asal mahsulotlaridan tayyorlangan. Demak, innovatsion mahsulotlar. Api Mix. Bu ham demak mahsulot. İngilizce bilan tanishimiz mumkin. Ispaniya. Ispaniya kompaniyasini mahsuloti. Asallar asallar immunitetini oshiradigan mahsulot deyapti mana. Tayyorlab berishga. Bu yerda nima ekan? Bu ham innovatsion oila. Bu ham innovatsion mahsulot. Bu ham yaratilgan 2025-yil. Mana. Bu uyda ichiga bitta oila o'rnatib qo'ysangiz bo'ladi, uyda ichiga. Uyingizni ichiga bitta oila o'rnatib qo'yasiz. Va natijada uyda ichida demak asallar oilasi turadi. Innovatsion mahsulot oila. So this is indoor hive for your home or your office. As you can see here on the video. Uyda ichiga bitta asallar oilasini o'rnatganingizdan keyin uni hididan ham davolash uchun foydalansangiz bo'ladi. Asalni olsangiz ham bo'ladi. Mana. Gulchang pirgalarni yig'sangiz ham bo'ladi. Bu quyosh batareyasiga asallar oilalariga quyosh batareyasi o'rnatilgan. Bu ham bitta innovatsiya. Mana. So it's fully functional. Kengisi. As much as you want. Tak. Mana bu ham innovatsion yashik.
Primal B deganidan asalari oilasini yaxshi, boshqacha nimada juda ham uzun bo'ladi buni xuddi ramkasi. Mana pastga qarab ketadi-da. Keyin tepada menimcha tepa ham короче shuni o'zida asal, shuni o'zida nima bo'lar ekan, короче bu ham bir innovatsion bir yangilik bu ham asalarichilikda. To'g'risi. Bu yerda asalarichilikda demak kiyimlar, mana innovatsiya bu ham yangilik, mana bunaqa kiyim. Havo o'tkazib turadigan innovatsion overall deydi buni, overalllar, mana innovatsion overall. Qo'l bilan tekkizmang deyapti. Bu ham bir innovatsiya, bu sentrifuga bu. Mana bu ramka, har bittasiga bittadan asal urib chiqadi, keyin shuni olasidan ajratib, buni qo'yib, yuzda o'zi sentrifugadan ajratib olaverasiz. Bu ham innovatsiya. Nimada? AQShda, Angliyada yaratilgan innovatsion mahsulot. Xo'sh, bu yerda mana innovatsion yashik bu ham. Diagnostika qilish uchun sensorlar o'rnatilgan. Ramkaga sensor o'rnatilgan. Bu yerda sensor bor. Tepada ham sensor yo kamera qo'yiladi. Mana shu narsalar bilan oilani kuzatish imkoniyati bor. Va natijada bu bizga diagnostika qilib beradi. Oilani ichida nima gap bo'lyapti. Innovatsiya bu ham mana kimgadir qiziq, kimgadir qiziqmas bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu ham innovatsion mahsulot. Quritishga menimcha bu pilsani. Bu ham Ukrainaniki menimcha. Bu boshqamiki. Boshqa davlat bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu yerda asalarichida chop etilgan yangi adabiyotlar. Inglizcha ham bor mana. Har xil tillar. Qo'lingizda tekkizmang deyapti. Mana. Xo'sh, keyingisi bu ham bir innovatsion mahsulot. Mana Norvegiyadan chiqqan bu. Daniya. Ya Daniya ekan bu, Daniyaniki. Rutman ishlab chiqargan. Mana. Bu ham bir innovatsion mahsulot. Yashik. Mana ishlashga. Mana shunaqa yashik bu, hali mana tomchalik. Mana yashik ko'ryapsizlar. Olib qo'yish ham mumkin. O'rnatish ham mumkin har bitta oilaga. Mana shu holatda demak oila ochib mana bunaqa holatda ishlanadi mana. Bu ham bir innovatsiya, yangilik. Innovatsiya mana. Yashikni ko'rib turibsiz. Bu ham innovatsion bir yashik bo'lish kerak. Innovatsion yashiklar. Bu ham to'laram mana. Mini ramkachalar. Demak, smoker bu. Dud berishga bu ham innovatsiya. Lusonning yangi yashigi bu ham. Lusonning yangi yashigi. Innovatsion mahsulotlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Anti Varroa deyapti. Bu ham bir qanaqadir. Mana. Matkan ham qo'yilaman cho'nga. Innovatsion mahsulotlar. Electronic Stability Control. Bu yangi bu ham midagonka. Innovatsion midagonka. Yangi 2025-yil ko'rgazmada birinchi marta namoyish etilyapti bu. O'ziga xos ko'rsatkichlari mana yozilgan inglizcha. Mana elektronik kontrol qilish imkoniyati bor. Xo'sh.
asallar mana. Tak, bu yerda yana mana innovatsion mahsulotlar. In process. Taraf o'tishimiz kerak ekan mana. Xo'sh. Innovatsion mahsulotlar. Mana kichkina oilalarga yashik. Bu yerda ham yana bu tarafda asal, mumdan har xil mahsulotlar, har xil san'at asarlari yasalganligi mana bu ham namoyish etilyapti endi. Biz o'tib ko'ramiz. Mana bu ham zo'r narsa ekan lekin. Open, cleaning. No, it's Because it's plastic. yes. But the piece come with wax. And the wax move down. Bu asaldan tayyorlangan mit deydi bu. Asaldan tayyorlangan mit ichimlik. Alkogoli bor bo'lgani uchun bu mumdan har xil mana mumlar, har xil mumlar. Mumdan shamlar mana, har xil shamlar. Mana mum mahsulotlari qayta ishlangani. Mana. Mana. Har xil san'at asarlari mana. Asal. Mana har xil asallar. Sovg'alikka ham shunaqa podarishni mana. Kichkina shishachalarda har xil asal yo 2-3 xil asal, misol uchun mana podarishni misol uchun mana. Demak bu apikozdan, Polshadan solinishni vosga topib bo'lish kerak, menimcha. Shunday. Xo'sh, batarya. Will suffer low temperature during the winter in the regular hive. But after 7 years, Yes, you can. change the piece. Yes, They die. yes, you No. can. You can just. Mana shu narsani yaratgan odam o'zi New tushuntiryapti. bees are born all the time, just like in regular hive. Tak, bu zalga boya kirib chiqdik. Endi keyingi zalga o'tamiz. Bu tarafda ham zal bor mana. OBS bu ham Xitoy mahsulotlari, mana kiyib ko'rishlaringiz mumkin mahsulotlarni. Kiyimlarni OBS Xitoydan keladi mahsulotlar. Har xil midagonkalar Xitoyniki. Qarab ko'rsak bo'ladimi-ku? Shamomal. Midagonka. Xitoydan mana. Bu menimcha aniqladi. Xitoy. Har xil midagonka mana. Kichkinalar bor, qo'lliki ham bor ekan, Xitoyniki mana. Qo'lga bu. Bir tarafga aylanadigan. Bu motorligi. Har xil mahsulotlar mana. Xitoy mini pluslari ham bor ekan bularda. Mana. Ochilish qiyin ekan, lekin mana. Mini pluslar. Mini plus. Nukleus degan bo'ladi mana. Kichkinachasi bu. Hello. You're from Germany. Yes. Mini plus. OBS from China. China. Yeah. You want to buy? I live in Germany, but I'm from Uzbekistan.
Central Asia. Uzbekistan. Can you Uzbekistan? OBS Xitoydan bular. Xitoyda yashiklari mana OBS. OBS. Bunaqa Xitoyda ikki urug' ikki nimalarni olsanglar bo'ladi. Zakaz qilib. Mana. Shundan ko'p ishlatiladi hozir. Yaxshi produkt bu ham. Ichi mana. Ha. Xitoydagi bu lichinchani ekishga. 不要这个袋子。 Sotib olsa ham bo'ladi video mana. Deswegen braucht man ein zweites. Aber mit zwei kannst du mit dem lustig. Das, diese Doppel sind richtig gut. Ich habe normale Doppelsiegen. Nee, die mag ich nicht. Und das ist nämlich cool. Tanzaniya davlatidan asalarichilik. Tanzaniya. Afrika. Tanzaniya. Bombo, Ravhoni. Tanzaniya davlatidan asallar. Qora asallar. German. Let's go. Chanchi. Xitoy mahsulotlari yana mana. China agriculture. Whoa, nima ekan bu? Hello, what is this? Propolis. Propolis. Propolis ekan bu qora. Ikkili ekan bu. Yes. I can. Shuncha euro ikkitasi. Mana. Varatozga qarshi. For killing varroa mite. Yes, I can. This. Russian. Yeah, Russian. I can. Ты по-русски, да? Да, я понимаю. Это твоя продукция, своя компания? Да. Наш завод. Наш завод в Китае, да? Да, Китай. Можно экспорт на Узбекистан, да? Да, конечно. А вы из Узбекистана? Я. Вот, отлично. Я покажу вот это. Вон, кто это? Знаешь что? Можно перестать, чтобы я немного скажу тебе. Mana asoslarchilar o'sha innovatsion yashik boshqacha juda ham uzun. Shu bitta ramka mana. It's easier. Honestly, it's easier because I'm only looking at probably 2 or 3 frames To uzun ramka. as opposed to take this one off and see maybe she's in the top box or maybe she's in the bottom box. Bu innovatsion yashik. Bu ham hozir 2025-yil yangi innovatsiya. Uzun yashik. Mana shu firmaniki Primal B. Primal B. Aytayim teshigi bor. Qara. Mana shu bitta yashiga qaraysizlar, mana. Uzunligini qaraysizlar buni. Mana. İnnovatsion yashik. Bu yashiklarning foydasi deyapti.
issiqligi yuqori bu yashiklar deyapti. Mana. Mana. Bu o'zimizda odatdagi yashik. Mana. Bu sistemada oilaning issiqligi qanaqadir yuqori bo'ladi deyapti. Qishda ayniqsa mana shu holatda yashik ustiga mindirsa bo'lagan magazin. Ustiga magazin mindirsa bo'lagan. Mana. Bilasizmi? Maybe some insulation. Mana aka, asl archani qilishni qaraysizlar. Что я говорю? Mana hozirlar Да, zo'r mahsulotlar ekan. Mana да, aerozollar har xil, да. akarasit bor, akarasit, organik aerozol, bu ham akarasitlar. Tak, varatozga, formik, organik aerozol. Amitraz тоже, Amitrazni aerozol ham bor. Да, амитраз. Cum a fost? Murovoyni тоже есть, murovoy Muravini kislota. kislota. Вот Да. это, mana. Да. Murovoy kislotani aerozoli bor. Да. Keyin lintalar bor mana. Да. Lintalar. Если флумитрин, но Flumitrin tarkibida bor, har xil turlari mana. Это новинка, Талинчиной полоска. Но это цена очень высокая. Наверное, не так хорошо сочетание. Да. Yangi mahsulotlar bor. Амитраз, она полоска, можно работать 40 до 60 дней. И это Хорошо. флумитрин, да, тоже. Amitraz. Работает 40 до 60 дней. Запаха нету, потому что это новая технология. Да, Yangi да. texnologiyalar, yangi mahsulotlar bor ekan Да, mana. да, 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 да. Ko'rsak bo'ladi mana. Да. Mana. Это щавелиная кислота. Bu shavili Тоже, kislota да, то ли 20 ta ekan ichida. 20 полосок. 20 ta, 20. 10 полосок. Mana. Два вида. 10 taligi, 20 taligi. Да, тоже можно шавель работать 40 до 60 дней. Mana tushuntirib o'tdi. Da. Ruscha ham gapiryapti. Да. Demak, mana bu yangi mahsulotlari. И Bu Tumol, да, чмо. Tumol. Да, Tumol gel, mana Tumol Da. gel ham bor ekan. да. И это полоска от восковой моли. Деревянная полоска. И это тоже полоска с медленным высвобождением от восковой моли. Можно работать Хорошо. 3 до 6 месяцев. 3 oy 6 oygacha mana. Bu ham yangi mahsulotlari. Spasibo. Вот это что? 这个这里面还有屏风面。 Что это? Это флувалинат, жидкости флувалинат. Да. И амитраз жидкости уже все продавали. Bu suyuqligi mana. Da. Bor ekan. Yaxshi.